Assalomu alaykum do'stim. Bu video aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Sababi bugun ko'chadan o'tib ketayotganda shunaqa manzarani ko'rdim va bu manzaradan juda ham jahlim chiqdi. Ya'ni bitta bola juda chiroyli formada oq ko'ylaklarni, formalarni kiyib olgan, ya'ni institut yoshida, adashmasam institutda o'qiydigan bola. Qo'lida telefonda nimadir titiklab turgan ekan. Yaqinroqdan o'tayotganimda eshitdimki, bu bola o'yin o'ynab o'tiribdi. Institut o'qiydigan, ertaga yo'lini topib ketishi kerak bo'lgan va ertaga oila boqishi kerak bo'lgan bola shunaqa skimikada ko'chada o'yin o'ynab o'tiribdi. Va yana ozgina yurgandan keyin yana bolalarni ko'rishimiz mumkin. Barchangiz ko'rgan bo'lishingiz kerak. Maktab o'qiydigan bolalarda ham shunaqa telefonda umr o'tkazib, o'yinlar bilan band bo'lib, butun umrini o'tkazib olishyapti. Endi maktab o'quvchilarini-ku mayli. Institutda o'qiyotganlar, ertaga siz institutni bitirasiz. Institutni shundoq bitirganingizdan keyin ko'chaga shundoq chiqazib yuborishadi, katta hayotga chiqasiz. Va bu yerda oila boqish bor. Hayotda bir maza qilib, rohatlanib, to'g'ri yashash degan narsa bor. Aynan mana shu masalada men o'zim holatidan kelib chiqib, atrofdagi do'stlarimizni ko'rganmiz, kuzatganmiz. O'shalardan kelib chiqib, xulosamni aytmoqchimanki, qaysi yo'nalishda o'qiyotganingizdan qat'iy nazar, kamida 2-kurs oxiri yoki 3-kursi oxirlarida siz sohangizni topib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Sohangiz bo'yicha shogird tushibmi yoki umuman ishlayotgan bo'lishingiz kerak. Ba'zi studentlarda shunaqa holat bo'ladiki, u 4-kursni bitirsam, ishga kirib ketaman, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylashadi. Siz 4-kursni bitirganingizdan keyin shunday ko'chaga chiqazib yuborishadi, hamma narsani noldan boshlashga to'g'ri keladi. O'shaning uchun aynan institutda o'qiyotgan paytingizda eng qulay vaqt bo'ladi. Siz 3-kursdan yoki 2-kursdan boshlab shogird tushib ishlayotgan bo'lsangiz, institutni bitirayotgan paytingizda ujib yaxshi mutaxassisga aylanib bo'lgan bo'lasiz. Demak, hayotda o'zingiz qiziqqan sohada maza qilib ishlash imkoniyatingiz bo'ladi. Bu videoni menimcha kerakli odamlar ko'radi, kerakli odamlar eshitadi va izohlarida sizning fikringizni kutib qolaman.